Leksimizin devamı hem de ikincisi vatandaşı. Bunun da ne mevzular var? Ne dikkat kılın vatandaşı. Bugün çizsak 2024 yıl vatandaş. 10. ayının 19. günü öptüge. Şembe vatandaşım. Ekranda Xi Jinping'in yoşuruğun maksadı var. Komünistler armiyası Tayvan'ı tezla kaytırıp alıdı. Donald Trump Tayvan doğrusu toxtuluşunu halımıdı. Ümit sadası 10. ayının 18. günü YouTube. Biz sizlerge tahlil kılıp adakı, xuddi biz tahlil kılgandık bu YouTube yani Ümit sadasım şundak tahlil kılıp da İran kaldık. Ameliyatı biz hazır Prezident Joe Biden'ın Tayvan'a qaratqan siyasi könüp kaldık vatandaş. Şu könüp kalgan ahvalasıdır bundak bir söz yani Donald Trump'ın prezident namzadı. Yok arkada getni qilishi bilenla siz biz derhal kaymakımız da yesat düşündak mı ya? Nemi özgürüş buludu degen bilen. Hazır şu nezerde şu derecede yaki biz kandak gumanlangan bolsak hazır Ümit sadası hem şunda guman kılıp nemi deydi? Komünist armiyası Tayvan'ı tez ötküzüp alıdı. Kaytırıp alıdı. Donald Trump Tayvan doğrusu toxtuluşunu halımıdır. Bugün bu şu abzas yani işiniz Türk'lüsün cümle vatandaş. Enadaki yani bir haber de Kuriya istihbarat organları. Çavuşan asker evetip Rusya Ukrayna uruşuğa katnaştırdı. Uruşuvatkan taraflar iki devletin hazır 3 devletke köpeydi. Mavzulu haber 10. ayının 19. gün Amerika avazdan Xitay Til programı ilan kılındı. Haber bundak başlandı. Kuriya istihbarat organları sizin tilinizdeki Janubi Kuriya 18. günü bundak bildirdi. Çavuşan asker evetip Rusya'ya yardım kılıp Ukrayna karşı uruş kıldı. Eğer bu haberden rastlığı delilindiğin bolsa o halde bu haber Rusya, Ukrayna, iki devlet uruşuğa 3. devlet koşulgan boludu. Hem Çavuşan bilen G'arb devletleri oturuş ziddiyetle kademe kadem keskinleşidi. Kuriya haberini ilan kılıştan bir gün burun Ukrayna prezidenti Zelenskiy üzünün hükümetinin Çavuşan'ın 10.000 kişilik harbiy qo'shin evetip Rusya'ya yardım kılıp Ukrayna karşı uruş kılıdığanlığından haberdar ekanligini bildirgen idi vatandaş. Yani bir haber. Bu haberimizde anıldı söz dep boptak. Yani bir haberim bitince Kuriya yerim arıldı ve Tayvan boğazıda. Çünkü Amerika qaysi biri iki meydan uruşta galba kıla alaydı. Mesela hazır Kuriya yerimede uruş partlaş mümkünlüğü bolsa, bak kıyas, biraz değil. Çünkü o vaziyetini ciddileştirdik o Kuriya'da. Kim Jong-un efendi degen. Şunun karta davatıda. Arlatımı silah haber kıldık. Amerika başçılığında 19 devlet Çavuşan gibi. Kuriya, geçirinler Kuriya yerim arlığı kirip geldik o. Amerika koşmuşlar, burgulap partlaş bombasını yardım kıldı Kuriya gidiyordu vatandaş. Vaziyet şundak değil. Hazır kişiler tahlil kılıp hem de Kuriya yerim arıldı uruş bulduğun bolsa. Mesela bu tarafta Tayvan boğuzu yani şundak uruş bulduğun bolsan. Amerika Qo'shma Shtatlar iki tarafga taqobil turib g'alaba qilish mumkinchiligi qanchalik degan tahlil. Bu o'tirg'i chiqdi vatandosh. Ana bu yerda mana shundaq deydi, Amerika qaysi biri ikki maydon urushga g'alaba qila oladi. Masalan, Jungo g'alaba qilamdi, bu ikki maydon urushda yoki Amerika g'alaba qilamdi. Mavzuli xabar 10. ayning 18. kuni Amerika ovozidan Xitoy til programmasi e'lon qildi. Xabar mundaq boshlandi. Taybe Jungo Kompartiyası Kuriya yerim aralığında vaziyetli ciddi örlügen bir peytte. Tayvan boğazıda birleşme hancarı 2024 belgelik her bir manver elip bağdı. Tahlilçiler bundak hesapladı. Bu belki Jungo Kompartiyasının Amerika iki meydan vuruştu bir vakit takabül turalamda. Yani Jungo Kompartiyası'na Amerika iki meydan urushda bir vaqtda Jungoga taqabul turalamdi. Mushu mavzu ostida
balki Jungo o'zi eliqi manverini tashkillab 24 bir belgilik manverini tashkillab Amerikani sinab bakmoqchi bo'ldi yoki Amerikaning tomirini tutib bakmoqchi bo'ldi deydi vatandosh. Ko'rdingizmi, bu mumkin. Jungo tomirini tutib bakib, shuni qarab ish qiladigan davlat u. Ko'z qapiqiga qarab turib, shuni qarab ish qiladigan davlat u. Qattiqroq bo'lsa, quyrug'ini shipang'ishtiradigan, bo'shroq kelsa oldiga bir qadam tashlaydigan davlat, uning ismi Jungo deb ataladi vatandosh. Müşunda ahvalda sen şu manverini elip bardın, maqsadın faqatla bir. Mesela Koreya yerim arıldı uruş partlap kalsa, Tayvan boğuz uruş partlap kalsa, Jungo'ga taqabıl turishda Amerika qo'shmishdir, taqabıl turalamdı degan mushu mavzu ostida sen Amerika sinab bakmoqchi bo'lding degandek bir gap vatandosh. Shunaqmi? Albatta shundoq. Jungo'ning maydoni shundoq bo'ldi vatandosh. Anadan keyin hozir kelayotgan bir gap desangiz, bu katta gap deymizmi yoki ancha emasmi? Amaliyotda huquqidan ayrildi. Tayvanning sobiq prezidenti Tsai Ing-wen xonim huquqidan ayrıldı. Yaqinda Yevropaga ziyoratga berib, Chexoslovakiyada ziyoratda bo'ldi. U yoqdan qaytib kelib, hozir Yevropa ittifoqi markazi Brusselda ziyoratda bo'ldi. Yaqinda anglaymizki, Tsai Ing-wen xonim yani o'xshash shu tartib bo'yicha Amerika Qo'shma Shtatlarini ziyorat qilishi mumkin deydi. Bu to'g'rida Jungo'ning tashqi ishlar ministrining bayonotchisi Chang Le-kang deydigan gap o'tirg'i chiqmadi. Chunki huquq başidagi adam emas Tsai Ing-wen huquq bashidan ayrildi. Biroq bir oddiy fraza siz bizga o'xshash hozir oddiy fraza ustida Amerikaga kelishi mumkin, Brusselga, Yevropaga berishi mumkin, ana berib keldi. Chexoslovakiya endi Osiyo ishlari bo'libmi? Tayvan masalasiga diqqat qilayotgan, Tayvan bo'g'ziga diqqat qilayotgan davlat. Shundaqla Uyg'urlarga ikki qatim yig'in echish polisi yaratib bergandimi? Chexoslovakiya Uyg'urlarning kishilik huquqiga diqqat qilayotgan davlat. Mushundaq ahvol ostida agar Tsai Ing-wen endi Brusselni tugutib, Chexoslovakiyani tugutib Amerikaga kelganda, Amerika degan ismni anglaganda kelib Jungo chichangshiydigan endi. Tsai Ing-wen Amerikaga keldi desa, Jungo chichangshiydi. Qani, kuni ko'rib boqamiz. Jungoning tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Ma'nun xonim nima deydi? Hozircha bir nima demadi. Mushu ihtimollar, ya'ni Tsai Ing-wen Amerika Qo'shma Shtatlarini ziyorat qiladi degan xabarmi o'ttirg'i chiqdi vatandosh. Yani torbetlere qarab baxsanglar yana katta vaziyatlar. Ular Uyg'urlar munosabatlik vaziyatlar. Endi buning ichida hozir qurultaychilar 24-kuni Sarajevo Bosniyama shu davlatda qurultaychining 8-qurultay yig'inini chaqirdi ekan. Biz o'tgan sizlarga aytdik, biz faqat qurultaychilarni qo'llab keldi, hozir qo'llaymiz, o'tirdi, faoliyat qilayotgan odamlar, ya'ni tanlash bilan tanlab olingan odamlar degan gap. Shunaqmi? Faoliyatini qo'llaymiz, chunki Uyg'ur o doppi kiyib faoliyat qilyapti, qo'llaymiz. Biroq bu qatimda biz bu shu saylamda qurultaychilarning raisligiga agar diniy odam yoki din odami rais bo'lib saylanadigan bo'lsa, biz qabul qilmaymiz. Hozircha shunday aytaylik, imkoniyat yor berganda mushku ishida so'zimizni so'zlaymiz. Biz hozirgi zamonning talabiga, g'arblashish talabiga, ayni chog'dagi Mustafa Kemalning g'arblashish ideyasiga, demokratik ideyasiga, undan keyin din bilan siyosatni ayirib etishdan iborat shunday Kemalizmchi ruhga varis bo'lish shaklida yoki o'g'inish shaklida biz g'arbdan o'g'inimiz, g'arbcha demokratiya, g'arbcha erkinlik, g'arbcha siyosat. Bu siyosat yo'lida mangamiz Uyg'ur shu yo'lni tanlaydigan payt keldi, balki shu yo'lni tanlab bo'ldi. Endi hozir bular ko'kamidek o'tirg'i chiqishyapti bu fursatda. Bizning ana gap qiladigan vaqtimiz keldi vatandoshim. Biz din odamlarining bu qatim Uyg'urga rahbarlik qilishini hargiz xohlamaymiz. Hozir mavzular yezilib bo'ldi. Masalan, nima ulamolar, siyosat kishilari va
yetekçilik deydigan mavzular o'tirg'i chiqib bo'ldi. Biz din odamlarining bu qitimqi inqilobimizga rahbarlik qilishini qo'llamaymiz vatandoshlar, qo'llamaymiz. Boshqa dunyo bu, hozirgi dunyo boshqa dunyo. O'tir asr tugudi, 20 asr tugudi bu qiltoq, bu aldamchilik, bu yolg'onchiliklar tugudi. Biz shuni yuzaki oldimi ikki jumla so'zni shunda aytib qo'yamiz saylovchilarga. Saylovchilar diqqat. Mushkatim, Bosniya, Sarajevo'da saylovchilar diqqat vatandoshlar. Hozirgi vaziyatni to'liq tushuning. Uyg'ur qandoq o'rinda turibotidi? Uyg'urning bugungi dardi nima? Shundaqla hozir masalan Yalqinjonning Istiqlol TV'dagi Yalqinjonning mavzulari va fikr taraflari o'zgarishga boshladi. Masalan nima Sharq Turkiston da'vosi ko'takashini pagat. Masalan nima Sharq Turkiston qirg'inchiligi ko'takashini pagat. Uyg'ur. Uyg'uristonda o'ltirilayotgan faqat Uyg'ur. Boshqa odam yo'q. Boshqa odam yo'q. O'ltirilayotgan faqat Uyg'ur. Turma kirgan bo'lsa, jazo lagerida yotgan bo'lsa, u boshqa gap. O'ltirilayotgan faqat Uyg'ur. Arliq so'zliqo. Qirg'izistonda yo'llab berilgan odam qancha? Tojikistonda yo'llab berilgan qancha? Shu odamlarning qani, jasadi qani, o'ligi qani, so'ngi qani? Uning ichki a'zolarini kesib oldik. Deyler bayırdı, şundak dedi o. Deyler, baylar, şundak ko'rsatdi. Qirg'izistondan topshirib berilgan Uyg'urlar, Tojikistondan topshirib berilgan Uyg'urlar börekini, jigirini elib olish qatori qo'shilib ketdi dedi o. Hozir to'liq sonni sizlarga aytib bergandim, buga unutibman kechiringlar. 2000 mi deb 4000 mi de Qirg'izistonda o'tkazib bergan. Esingizda bo'lsin. Uyg'ur mushu kunda vatandaş, yani sen nemi bu Uygur'unu yoktuş, Uygur'unu niqaplın içine elibiliş. Uygur degan ismini çıkamazsın. Bu del Xitayning Jonghua milletleri ortak gavdesiga moslashish. Yoki ortak gavdesining ikkinchi xil shakli, Turkistonchilik shakli. Uygur'unu yoqtish, Uygur degan ismini yoqtish. Bu sening xalqaro moslashish, ya'ni Xitoyning talabi bilan xalqaro moslashishni ishga oshirganliging bo'lib hisoblanadi. Yalqinjon. Sharq Turkiston qirg'inchiligi, Sharq Turkiston da'vosi. Yo'q gap. Faqat Uyg'ur. O'layotgan millat, o'layotgan odam Uyg'ur. O'zingning gapini qilishni bilsang sen odam. O'zingning gapini qilishni bilmasang, vaqt o'zingning kimligini o'zing baholab ol afandilar. Buni qisqacha so'zlab qo'ydim, British xarakterlik, signal xarakterlik. Fursat topsam men umumlashtirib so'zlayman. Vaqtim Bosniya, Sarajevo'da saylovchilar, isinglarda bo'lsin yigitlar, xonimlar, biz din odamini bu qatim Uyg'urning siyosiy faoliyatlariga rahbar qilib saylamaymiz. Isinglarda bo'lsin.